Sizlar bilan ulashmoqchi bo'lgan bu rivoyatimda Jabroil alayhissalom juda ham nozik, lekin shu vaqtning o'zida shunchalik chuqur ma'nolik nasihat beradiki, Hofiz Ibn Rajab rahimahullohning mashhur Namozda xushu kitobining oxirgi bobi faqatgina mana shu hadis haqida. Bu hadis namoz haqida bo'lmasa ham, lekin uning ma'nosi kuchli bo'lganligi uchun shu bobga kiritganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda aytadilarki, men Jabroil alayhissalom bilan o'tirar edim. Keyin esa birdaniga osmon ikkiga bo'lindi va bir farishta tushib keldi. Keyin esa u bizga yaqinlasha boshladi. Bilasizmi, bu rivoyatni ajib qiladigan xislati nimada? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Jabroil bu farishtani ko'rib, qo'rquvdan o'zgarib ketdi, rangi oqarib ketdi, xuddiki u nimadir qilishga hozirlanib qolganday. Keyin esa u farishta payg'ambarimizning oldilariga kelib, ey Allohning rasuli, men sizga Allohdan kelgan elchiman. Sizga tanlov bermoqchiman. Men sizga tanlov berish uchun keldim. Qirol kabi yashaydigan payg'ambar bo'lasiz yoki kamtar qul kabi yashaydigan payg'ambar bo'lasiz. Qirol bo'lib yashaydigan payg'ambarga kim misol bo'lishi mumkin? Sulaymon alayhissalom, Davud alayhissalom, qirol payg'ambar degani sening hamma narsang bo'ladi. Dunyodan hech qanday qiyinchiliging bo'lmaydi. Qirolsan, dunyoning barchasi sening qo'lingda. Xohlagan ishingni qila olasan. Lekin shu bilan birga oxirating ham obod bo'ladi. Bu oxiratingdan hech narsani kamaytirib qo'ymaydi. Sen shuni tanlashing mumkin yoki oddiy qul kabi yashashni davom ettirishing mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kunlab och yurar edilar. Qorinlariga toshlar bog'lab yurardilar. Hattoki Makka fathidan keyin ham juda kambag'al bo'lib yashaganlar. Endi esa u zotga tanlov berilmoqda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Jabroilga qaradim. Jabroil barmog'i bilan menga ishora qildi. Shunda men farishtaga kamtar qul kabi yashaydigan payg'ambar bo'lishni tanlayman dedim. Shundan so'ng esa farishta ketdi. Va men Jabroil alayhissalomga qaradim. Bu juda ham g'aroyib. Jabroil alayhissalom aytadiki, bu farishta shu kungacha hech ham yerga tushmagan edi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nega qo'rqib ketding deb so'radilar. U aytdiki, Allohga qasamki, u qiyomat kelganini e'lon qilish uchun tushdi deb o'yladim. Bu qaysi farishta edi? Isrofil. Jabroil alayhissalom Isrofilni tushib kelayotganini ko'rib, bo'ldi, hammasi tugadi deb o'ylagan edi. Hattoki Jabroil alayhissalom ham Isrofilni ko'rib qo'rqib ketdi. Ibn Rajab rahimahulloh o'zining kitobini Bal Nabiyyan Abda so'zi bilan yakunlaydi. Qul payg'ambar bo'lishni tanladim. Bu voqea payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga juda ham qattiq ta'sir qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ham kamtarona yashashni davom ettirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qachon ovqatlansalar, yonboshlab nimadirga suyanib ovqatlanar edilar. Lekin mana shu voqeadan so'ng payg'ambarimiz faqatgina o'tirib ovqatlanadigan bo'ldilar. Sahobalar qiziqib, ey Allohning rasuli, nega faqatgina o'tirib ovqatlanadigan bo'lib qoldingiz deb so'rashganda, u zot chunki bu qul kabi yashaydigan payg'ambarga eng xos bo'lgan ko'rinish deb javob berar edilar. Musollin TV YouTube kanali siz diningizni yaxshiroq o'rganishingiz uchun xizmat qiladi. Videolarga like bosib, kommentariyalar qoldirish orqali siz kanalning rivojiga va islomiy videolarning tarqalishiga ko'makchi bo'lmoqdasiz. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizni yaqinlaringiz bilan bo'lishing va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Va Alloh sizni islomni tarqatishda ko'makchi bo'lganingiz uchun yaxshiliklar bilan mukofotlasin.